Telegramda migratsiya agentligi gruppasiga kirib, savol-javoblarni o'sha yerda o'rganib, rus tilini ham anchagina o'rganib oldim. Kelib sertifikatni oldim, patentni ham oldim. Migratsiya agentligi sizlarga kattaga rahmat, mana zavoddaman ishga kirganman. To'g'ri, patent olishga sal qiyin, ko'chada turib qolasiz. 1 soat, 2 soat, men 4 soat turdim, sovuqda. To'g'ri, odam juda ham ko'p. 3-chi variant 20 ta savol, hammasini bajardim. Mana shu migratsiya agentligiga tez savol-javoblarni o'rganganim menga juda ham yordam berdi. Moskva shahrida ishlayman, oshpazlik bo'yicha. Birinchi kundanoq sertifikat olib keldim, chunki bu yerda yurish juda ham qiyin bo'lib qoldi Moskvada. Dokumentlarni yurmasangiz reydlar qattiq bo'lyapti. Deport urib qaytarib yuborishi mumkin. Tavsiya bermoqchiman migratsiya agentligi tashkil qilgan onlayn kurslariga qatnashishga hamda musofirga kelmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga ham tavsiya qilmoqchiman. Rus tilini o'rganish kerak. Rus tilini o'rganmasa bu yerda yashash juda ham qiyin, ayniqsa patent olish juda ham qiyin bo'lib ketdi hozir. Oldin 5 ta variant edi, hozir 6 ta variant bo'ldi. Savollar mukammallashtirilgan, variantlar qo'shilgan.